Haliyam kosmetologlarga borib, yuzinglarni palonsimga chiska qildirib yuribsizlarmi? Undan ko'ra o'sha pulga yuzinglarga kerakli bo'lgan kosmetikalar olib, har hafta uy sharoitida chiska qilsanglar bo'ladi. Va men sizlarga uy sharoitida to'g'ri chiska qilishni o'rgataman. Birinchi ishimiz yuzimizni penka bilan yaxshilab yuvib olamiz. Mani penkam Velderma brendining kollageneviy penkasi. Bu penka yuzinglarni chuqur tozalab beradi va oqartiradi, quritib yubormaydi. Penka bilan 1 minutcha yuzinglarni yaxshilab ishqalaysizlar, 30 sekund penkani yuzinglarda qoldirasizlar. Undan keyin yana bir marta ishqalab yuvib tashlaysizlar. O'shanda to'g'ri yuzinglarni yuvgan hisoblanasizlar. Hali birinchi penkani o'zida yuzim qanaqa oqarib qoldi, qaranglar. Ikkinchi etapimizda enzimli pudra ishlatamiz. Manda Anova brendining Gruchli enzimli pudrasi. Eng zo'r enzimli pudra bu Anova brendiki. Juda ham zo'r. Chorni tochkalarni, yuzinglardagi yog'larni eritib berishga yordam beradi. Qora zonalarni ham oqartirib berish xususiyatiga ega. Videoda men qanaqa ko'rsatgan bo'lsam, xuddi shunaqa yuvsangiz, chorni tochkalarni zo'r tozalab beradi. Uchinchi etapimizda peeling. Men Velderma brendining peelingidan foydalandim. Bu peeling yuzinglarni o'lik teri qavatini tushirib beradi, yuzinglarni oqartirib, tinchlantirib berishga yordam beradi. Chunki tabiiy giyohli o'tlardan qilingan, shundoq giyohli o'tlarni hidi kelib turadi. Peelingni yuzinglarga surtasizlar, 10 minutcha turadi. 10 minutdan keyin yaxshilab ishqalab, sovuq suvga yuvib tashlaysizlar. Vau, qizlar, yuzimni qaranglar, qanaqa toza bo'lib qolganini, yaltirashini ko'ryapsizlarmi? 4-etapimizda karboksин terapiya qilamiz. 4-etapda xohishga ko'ra qo'shsanglar ham bo'ladi, qo'shmasanglar ham bo'ladi. Bu eski videomdan oldim, chunki qizim bilan umuman video ololmadim. Telefonim zararda orada o'chib ham qoldi. Bilasizlar, bu muolaja kosmetologlar qiladi, lekin uy sharoitida ham bemalol qo'rqmasdan qilsanglar bo'ladi. Hech qanaqa igna emas, uni ichidan svirtka chiqadi va shunaqa maskasini yaxshilab bosib chiqishinglar kerak va yuzinglarda bir 15 minutcha turadi. Bu muolaja nima qiladi? Poralarni qisqartiradi, dog'i bor yuzlilarga dog'larni ochartirib berishga yordam beradi, yuzinglarni oqartirib, tiniq qilib berishga yordam beradi. Chiskamiz ham tugadi. Bu chiskadan keyin namlantiruvchi, oziqlantiruvchi kremlar обязательно ishlatishinglar kerak. Hozir tepada ko'rsatgan hamma narsalarimdan menda sotuvda bor. Kimga kerak bo'lsa, Telegramdan zakazlarni qabul qilamiz.